Hürmetlik Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan Milli Hərəkəti, Şərq Türkistan Milli Fondi vəkilləri 23 may günü Amerikanın paytaxtı Washingtonda Aqsarayның ətrafıga yığılıb namayiş ötküzüb, Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzüyotgan irqiy qırğınçılığı, mustamlikasi, işğaliyetiga qarshilik ko'rsatib, Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatdan Şərq Türkistanning mustaqillik ko'rishini qo'llash, amaliy harakatga o'tishni talab qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Şərq Türkistan Milli Harakatining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi. Yaxshimsizlar xonimlar va apandilar, biz Şərq Türkistan sürgündə hökumati, Şərq Türkistan sürgündə parlamenti, Şərq Türkistan Milli Harakati, Şərq Türkistan Milli Fondining vakillari bugun bu yerga, ya'ni Aqsarayning oldiga jam bo'lib, qorong'u zulmatlik 12 yilni, ya'ni Xitoyning ishg'ol qilgan Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining 12 yilligini la'natlaymiz. 12 yil burun, ya'ni 2014-yili 23 may kunida Xitoy Xalq Cumhuriyati Şərq Türkistan xalqini yer sharidan pak-pokiz yo'qotib etishni qaror qildi. Aradan 12 yil o'tgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilik to'xtab qolmadi. Bugun ta'limimizga qarshi bu yil 13-yiliga kirdi. Bu faqatla inson haqlari masalasi emas. Mustamlika jahongirligining bir davlatni qasddan buzg'unchilikqa uchratish qilmishi. U davlat bo'lsa Şərq Türkistan. Şərq Türkistan tarixda mustaqil bir davlat edi. 1949-yili 12 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Xitoy Xalq Cumhuriyati qurulganligini jakarlagandan 11 kun o'tgandan keyin Şərq Türkistanga tajovuz qilib 1949-yili 22 dekabr kuni Şərq Türkistonni rasmiy ishg'ol qilib besib oldi. 1955-yili bir taraflama holda yangi territoriya ma'nosini bildirgan mustamlika nom berib, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni deb atadi. Jinoyat Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni deb atagandan keyin boshlandi. O'tgan 76 yilda necha 10 yillik mustamlika va ishg'ol 2014-yili 23 may kuni boshlatgan irqiy qirg'inchilik rasmiy siyosatini keltirib chiqardi va Xitoy bu irqiy qirg'inchilik harakatini terrorlikqa qattiq zarba berish va terrorizmga qarshi xalq urushi deb yo'g'idi. Xotirlar oshkora. Xitoyning qilayotgan qilmishlari irqiy qirg'inchilik ekanligi aniq bir haqiqatdir. 2014-yili boshlangan vaqtda 8 millionga yaqin xalqimiz jazo lagerlariga qamaldi. 2014-yildan 2019-yilgacha har yili 1 million 290 ming nafar xalqimiz jazo lagerlariga qamaldi. Bu Xitoyning 2020-yili sentabrda oshkorlagan Aqtashliq kitobida xotirlangan bo'lib, Xitoy qilmishini yo'gash uchun jazo lagerlarini kasbiy tarbiyalash markazlari yoki qayta tarbiyalash markazlari deb atadi. Xitoy yolg'on so'zlab 2020-yildan boshlab jazo lagerlarini taqaganligini aytadi. Amaliyotda taqalgani yo'q. Jazo lagerlari turma va qul emgak markazlariga aylantirilgan. Mush paytda 3,5 million Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar har yili majburiy emgakka selinmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining aytishicha, mush yilning boshlarida 2026-yil yanvarda Xitoyning o'zining 5 yillik planida 14 million xalqni insoniyatga qarshi jinoyat bo'lgan majburiy emgakka selish uchun yo'tkash planlangan va Xitoyning davlat siyosatida kodlashtirilgan. Onun ustiga 18 yoshdan 31 yoshgacha 25 mingdan 50 minggacha bo'lgan yosh Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar har yili organlar uchun o'ldirildi. 2014-yildan boshlab konservativ bir shaklda 300 ming bilan 600 mingning orasidagi xalqimiz sanoat miqdoridagi organlar uchun o'ldirish, qalaymaqon o'ldirish, irqiy qirg'inchilik yurgizib o'ldirish qilmishining qurboniga aylandi. Xitoy hukumati oldingi yili organ atkazchiligi ta'sislarini 2030-yilgacha 3 hassa orttirganligini e'lon qildi. Onun ustiga millionlarcha, hatto undan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalq bolalari oilasidan ayirib etilib, tili, kimligi, kulturi, e'tiqodini yo'qotish uchun loyihalangan assimilyatsiya qilib Xitoyga aylantirib etishni maqsad qilgan davlat qo'llagan qurilishlarga majburiy yerlashtirildi. 16 mingdan ortiq diniy e'tiqod, kultur o'rinlari, hatto qabristonliklarni chaqib etildi. Millionlagan tarixiy asarlar, diniy asarlar, adabiy asarlar ko'ydirib etildi. Xitoy hukumati yolg'iz hayotlikni yo'q qilib qolmasdan yana mavjudligimizga aloqador isbotni, mustaqil ayrim davlat bo'lib mavjud bo'lganimizning isbotini yo'qotmoqda. 100 minglagan ayollarimiz tug'mas qilib etildi. Milliondan ortiq ayollarimiz
keyingi 20 yildagi 4,5 million bolalarımızning tug'ilishining oldini olish uchun laylangan tug'ut kontrol qilish harakatining qurboniga aylandi. Qalayimqan tutqun qilish, majburiy emgak orqali qalayimqan qul qilish, organlarni qalayimqan sug'urib olish orqali sanoat miqdorida qalayimqan o'ldirish, millionlagan bolalarni qochirish, e'tiqodimiz va kimligimizni shaytonlashtirish va jinoyatga aylantirish, onalarimizni tug'mas qilib etish, mana bularning hammasi irqiy qirg'inchilik. Cahangir Xitoy davlatining biz xalqimizni yo'qotish uchun sistemlik turda oldin planlangan irqiy qirg'inchiligidir. Davrimizdagi jinoyatdir. 2021 yili 19 yanvar kuni Amerika hukumati Xitoyning qilmishlarini rasmiy turda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Arqadan bir qancha hukumatni davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib muayyanlashtirdi. Yana bir qadam ilgirlagan holda 10 necha parlament bu jinoyatlarni, vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitdi. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi insoniyatga qarshi jinoyat deb ogohlantirdi. Dunyo bu jinoyatlarga ism qo'yib bergan bo'lsa-mu, buni to'xtatish uchun hech qanday ish qilinmadi. Buning sababi intayin oddiy. Xalqaro sistema alomatlarni ayblash bilan birga asosliq sababini qo'g'dash uchun qurilgan bo'lib, jazo lagerlari, turmalar, majburiy emgak, qalayimqon qul qilish va organ atkazilki majburiy tug'mas qilib etish, bolalarimizni majburiy ayirib etish qatorliqlarni kataloglashtirdi. Bu qandaqlı bo'lmasin, Jahangirlarning hukmronligini ularni qurgan Jahangirlarga bog'laydi. Siz menga xalqaro qurilishlarning buni to'xtatolmaganligining tub sababining nimaligini aytishimga yo'l qo'ying. Tub sabab Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlika ishg'oliyatidan iborat. Bu irqiy qirg'inchilik uni o'tirg'a chiqargan Xitoy ishg'oliyati qo'g'dalgan muddat ichida oxirlashmaydi. Bu yil Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqil bo'lganligining 250 yilligini xotirlayotgan vaqtda Sharq Turkiston Xitoy ishg'oliyatining 76-yiliga, irqiy qirg'inchilikning 13-yiliga kirdi. Tarix bu ikki paketni yonma-yon qo'yib, Amerika boshchiligidagi erkin dunyodan ularning orasida qanday qilishni tanlashga qo'ydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatiga Sharq Turkistondagi necha 10 millionlagan xalq vakolatan Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatdan qayta shuni talab qilamizki, va'dangizda turib jinoyatni to'xtating va irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarini jazolang. Va'dangizda turib asir davlatlarni erkinlikka erishtiring. Har yili irqiy qirg'inchilik qayta o'ttirg'a chiqmasin deb takrorlayotgan va'dangizni, majburiyatingizni, qasamingizni ishga oshiring. Biz xalqaro jamiyatni yana shuningga qayta chaqiriq qilamizki, quruq va'dalarni beravermay natija tug'diradigan konkret o'lchamlar orqali harakatga o'ting. Birinchidan, biz faqat ifodalanib chiqqan tarbiyaga emas, masalaning negizlik yildiziga markazlashishingizga muhtojmiz. Ya'ni rasmiy turda Sharq Turkistonni xalqaro qonunlarga xiloflik qilib, qonunsiz besilingan davlat deb e'tirof qilishni talab qilamiz. Ikkinchi, dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlardan Xitoyga iqtisodiy va siyosiy jazo yurgizishni talab qilamiz. Ular Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan ishlangan har qanday mahsulotning import qilinishini cheklashi lozim. Hukumatlar cho'qim Xitoyning Sharq Turkistonda mustamlika ishg'oliyatini yurgizishiga, irqiy qirg'inchilik, qalayimqon qul emgakiga selish qilmishiga yordam berayotgan har qanday korxonalarni, o'rinlarni, zo'migar Shi Jinpingni o'z ichiga olgan har qanday Xitoy katiboshlarini jazolashi kerak. Uchinchidan, hukumatlarni Sharq Turkiston surgunda hukumatini qo'llashga, bizning qilayotgan ishlarimizning mustamlikadan qutulish, milliy o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash, xalqimizni qutuldirish qonunliq ko'rishi ekanligini e'tirof qilishni talab qilamiz. To'rtinchidan, biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo barliq davlatlardan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mustamlikaga xotima berish alohida komiteti va uning 4-komitetiga sungan rasmiy iltimosimizni, xalqaro jinoiy ishlar sudiga sungan arzimizni qo'llashni, Shi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy katiboshlarining qilmishlarining javobgarligini surishti qilishini talab qilamiz. To'rtinchidan, xalqaro jamiyatning cho'qim Xitoyning mustamlika imperialistik kengayimchiligiga taqobil turish uchun harakatga o'tishini talab qilamiz. Sharq Turkiston yolg'iz insonparvarlik izohati bo'lmasdan Xitoyning kuchi, harbiy kengayimchiligi bilan har qanday joydagi hur davlatlarga tahdid, xavf-xatar elib kelishdagi uli. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish yolg'iz axloqiy, insoniy burch bo'lib qolmay, balki strategik zaruriyatdir. Biz Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib kirdik. Xitoy buni ichki masalam deb rad qilolmaydi. U mustamlikadan qutulish masalasi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining davlatlar va jamiyat oldida mustamlika ostidagi davlat va xalqlarga mustaqillik e'lon qilish masalasi. Nurg'ulg'an davlatlar mushundaq e'lon qilish orqali mustaqillikka erishgan.
Bugundan boshlab xalqaro qonunning ijro qilinishini, irqiy qirg'inchilikqa, mustamlikachilikka, imperializmga qarshi turishni talab qiladigan har qanday hukumat iltimosni qabul qilishni talab qilishi kerak. Sharqi Turkiston masalasi mustamlikadan qutulish masalasi bo'lib, mustamlikadan qutulish ovozi xalqaro jamiyatning mustamlikadan qutulish talablari oldida qonunliq. Dunyodagi texnik kuchlik bo'lgan usullar qonunliq vositalar orqali Beijing ham tinch turolmaydigan, ham qochib qutulolmaydigan ramka ichida Xitoyning javobgarligini surishti qilishi kerak. Qonun tartibga tayangan, Xitoyning kengayishini cheklaydigan qonun, axloq, strategik sabablarga ega har qanday davlat hukumatlari va boshqalar Sharq Turkiston xalqi bilan birlikda o'rnidan dast turishi kerak. Sharq Turkiston xalqi bilan birlikda dast turishdan yanılgan har qanday hukumatlar keyniga chekinib sukutga bo'g'ilganlar tarix oldida mustamlika bilan birga turg'ini, irqiy qirg'inchilikqa sukut qilg'ini, ishlaridagi prinsiplarining qimmatining yo'qligi o'z xalqi uchun o'xshash taqdirni qabul qilganligini e'lon qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlarini o'z ichiga olgan rahbarlarga deydiganimiz, sizning hurlik, erkinlik, adolat, qonunning roli uchun bergan va'dangiz sanoq qilinyotidi. Tarixda bundaq vahshiylik hargizmo harakat jarayoniga kirgizilmagan. Faqat jasorat ato qiladi. Dal mush sababdan bu qirg'inchilik 12-yilga so'zilib, 13-yilga kirdi. Shunga bizning davlatimizda ekanligingizni, yo'qotilishga duch kelganligingizni, balalaringizning oilasidan ayirib etilganligini, ayollarning tug'mas qilinayotganligini, yuz minglagan yoshlarning sistemlik turda o'ltirilayotganligini, bularning hammasining xalqingizga yurgizilayotganligini faraz qiling. Dunyoning sizning ishlaringizni qo'liga olib, bir chetga tashlab qo'yganligini faraz qiling. Qanday qilgan bo'lardingiz? Biz xalqaro jamiyatni faqat Sharq Turkiston xalqi uchun emas, o'zining kelajagi uchun harakat qilishga chaqiramiz. Sharq Turkiston mangulik yo'qotilsa, Xitoyning kengayishining darvozasi ochiladi. Xitoy dunyoni bo'ysundiradigan birdan-bir dunyoviy kuchga aylanadi. Sharq Turkistonning beshiga kelganlar Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'ulg'an davlatlarning beshiga keladi. Rahmat, dedi. Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatdan dunyoning Sharq Turkistonning mustamlikadan qutulib, mustaqilligini asliga keltirish, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun harakat qilishga chaqiriq qilish shiorlari yangradi. Stop China's ongoing colonization! Stop China's colonization! Stop Chinese occupation! O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz aslo qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.